Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Hozir ko'rsatib o'tadigan variantimiz bir xonalik. Bir xonalik endi hozir mana shu Domcha akamiz vaqtinchalik ofis varianti sifatida foydalanyaptilar. Konditsionerimiz qoladi. Mana bu yog'i oshxonasi uchun ajratilgan joyi. Endi mana shu o'zlarining jihozlarini olib ketadilar. Shu holatiga 23500 AQSh dollarida chiqaryapmiz nasib bo'lsa. 23500 savdosi yo'q xonasi mana shu. Mana bu xonasi. Bir xonali kvartiramiz 35 kvadrat, yana shuncha kvadrat podval qismiga. Nasib bo'lsa, shu kvartiramizni ham sizlarga tavsiya qilyapmiz. Bu yoqda esa bizani sanuzel qismimiz. To'liq remontdan chiqarishgan, shundoqqina kirasida yashaysiz, yana shuncha kvadrat sizga podval qismi ham bor. Nasib bo'lsa, like bosib tarqatinglar, puli juda ham yengil. Adresini aytib o'tdim. Gulbahor restoran deb kelaverasiz, 5-mikrorayon. Gulbahor restoran, demak, Davrbank deb kelaverasiz. Like bosib tarqatamiz. Salomat bo'ling.